Zulfizarning bolaligi boshqalarnikidek o'tmadi. Yurish yoshiga yetsa-da, u oyoqlarida mahkam tura olmasdi. Shifoxonada o'tgan uzoq kunlar, tinimsiz muolajalar natija bermagan. Qizim tug'ma 4 yoshda operatsiya qildirganmiz, lekin operatsiyamiz yaxshi natija bermagan. Boshida operatsiya qildirganimizda ham to'tirlar qo'ydi. 4 yil harakat qildik, lekin operatsiyadan keyin ham. U kichkinaligi bo'ldimi, yurishga o'zida qat'iy nima bo'lmadi. Zulfizar yillar o'tib ulg'aydi. 22 yoshgacha mustaqil yurishga intilib yashadi. Faqat bir narsa, yurish istagi uning yagona orzusi edi. Maqsadim ham o'zi shu, yurish maqsadim. O'zim ruhan tayyorman. Bu safar endi o'zim yurib ketaman deb, o'qishlarga o'zim qatnayman deb, Xudo xolasa, yaxshi niyatlar bilan keldik endi bu yerga. Shu yilning fevral oyida Zulfizar va onasi Milliy tibbiyot markaziga katta umid bilan keldi. Shifokorlar oyoqqa turish orzusi bilan yashayotgan qizni operatsiya qilishdi. Oradan vaqt o'tdi. Biz oyoqqa turish orzusi bilan yashayotgan qizning sog'lig'idagi o'zgarishlarni ko'rish uchun Jizzax viloyatiga bordik. Bu safar Zulfizar biz bilan o'tirgan joydan emas, oyoqqa turib gaplashdi. Yurganimda xursandman. Bu men uchun juda katta yutuq. Davolanish lekin oson bo'lmadi men uchun. Boshida yurishga rosa qiynaldim. Doktorlarimga, yaqinlarimga ko'magi bilan ancha yurishni boshladim. Oldingi holatimda faqat tura olardim, turib yura olmasdim. Hozir bemalol turib, yurib ketadim. Zulfizar endi keyingi maqsadlari haqida o'ylayapti. U Toshkent davlat transport universitetining 4-kurs talabasi. Endi esa uning rejalari katta. Kecha Zulfizarning yuraman degan gapi orzu edi. Bugun esa u shu orzu tomon o'z oyoqlarida qadam tashlayapti. U uddaladi. Tibbiyotdagi yutuqlar sabab uning hayotida go'yo mo'jiza yuz berdi.